5. bölüm. Qara soğuq və izg'irin shamolli qishni yataqimda o'tkazib etdim. Kunlarning qandoq o'tib ketganini tuymay qolaman. Do'stlarimga xat yozishga vaqtim yo'q. Men bir dövi kitob va kartalar ichida kuniga 10 soatlab o'tiraman. Xiyolimda tarixda o'tgan shoirlar, adiblar bilan mungdishman. Ularning chiroyi, kiyimi, sallisi, hatto kichkina ustuli, pay yoki qumush qalamini ko'z oldimga keltiraman. Shoirlarning she'rlaridan hijriya bilan yozilgan raqamlarni tepib chiqib, uni melodiyaga o'rayman. Shoirning yashagan davrini bilgandan keyin shu chog'da Jongoda, qo'shni davlatlarda nimalar bo'lganligini bilish uchun tarixiy kitoblarni varaqlayman. Voqealarni selishtiraman. O'zimcha xulosa chiqarib danjovshu bilan fikrlashaman. Ba'zilarini bo'lsa xat yozib, Finjovshudan, Saydulla Maqsumdan va Shinjongdagi boshqa kishilarni so'rayman. Kunlar shundoq tez o'tdi. Xuddi men xat yozib 3-4 kundala javob kelgandek bilingan ishqa keyin hisoblasam 20 necha kun, hatto 1 oy o'tib ketgan bo'ladi. Emgak bilan qishni va bahorni uzatdim. Hayot kemisi uzmakda. Yo'q, u shunchalik tez surat bilan olg'a qarab ushmoqda. Yoshlik umrimmi tez ushmoqda. 1963-yilning bahor oylariga kelganda mening hayotimda ajoyib o'zgarish bo'ldi. Men 5 yildan beri menga bilim va ko'ngillik hayot bergan G'arbiy Shimol Millatlar institutidan yo'tkilib ketish niyatiga kelib, meni aris yozish uchun qo'limga qog'oz oldim. Yo'tkilib ketish mening uchun ko'ngilsiz va qayg'uli edi. Chunki men bu yerda 5 yildan beri o'zimning urg'ib turgan yoshlik havasimni eg'ir o'g'inish va bilim egallashga sarf qilib kelyapman. Men ko'ngillik tong bilan boshlagan ishimni yerim kechgacha davom qildim. O'qigan kitoblarim o'z farzimda kichikroq bir qiroatxona bo'lishi mumkin. Men har kuni faqat charchab olsirgandala uxlayman. Mening yoshlik havasim, yoshlik kuch-quvvatim bo'lg'ashqila bu ishga bardoshlik beraldim. Men har kuni 30-40 kilometr yo'l mangan yo'lovchidek charchab ketaman. Lekin charchash mening odatimga aylanib qoldi. Charchamasam uxlay olmaydigan bo'lib qoldim. Navoda kuniga 30 kilometrdan yo'l mangan bo'lsam, yer sharini allaqachon bir aylanib chiqqan sayohatchi bo'lib qolatdim. Lekin mening shuncha ko'p emgakim mushu 4 tortmilik ustilim ustida bo'ldi. Men bugun bu qadinas ustaldan ayrilish niyatiga keldim. Bu albatta mening uchun cho'ng qayg'u. İltimasimni yezib bo'ldimda fakultet ishxonasiga qarab mangdim. Ta'limga yo'lda turdak jo'rin uchrab qoldi. Men uningga salom berdim. Yaxshimisiz? U kulimsirdi-da to'xtadi. Uning shalong oqargan soqollari o'sib ketgan, o'zi bir ishga oldirib turadi. Men uningga xatni sundim. Partiyaga kirishgimi? Yo'q, Shinjongga qaytib ketishga. Uning chiroyi purishdi-da sapras o'rladi. Biz sizni amdila texi Fujovshulikqa ko'tarishga o'ylashyapmiz. Shinjongga berib qolgan dokladlaringiz yaxshi bo'pti. Besib tadqiqotmoqchimiz. Sizga amdila jamiyatga to'nilish bilan qo'shmoqchi. Biz sizni yo'tkitishga emas, ishlatishga tarbiyalagan 9 qavatlik o'qitish binosi solamiz. Bizning G'arbiy Shimol Millatlar institutimi yaqinda Jongodagi Sago O'rta Osiyo Davlat universiteti bo'lmoqchi. Jongoning Sagusidan qechib nega bormoqchi? Imkon qolmadi. U ketmasa, men ketaman, dedim oxiri gapimni oshkor qilib. U meni baribir turg'izmaydi ekan. Raqib jo'rinnimi? Dedi qeri jo'rin past ovoz bilan. Bilaman. Biroq uni yo'tkib etish bizning qo'limizdan kelmaydi. Ba'zilar uni chujan qilib o'stirmoqchi degan. Undaq bo'lgandan turdak jo'rin qo'lni qilishdek silkidi-da, mening arzimni mijiqlab tutquncha ketib qoldi. U bir qarorga kelolmagan edi. Men yotqimdan oldirab chiqdim. Men bugun yeniklab qoldim. Birinchidan, tuzgan konspikim tasdiqlandi. Ikkinchidan, raqibning ko'zini yer bo'lman. Shinjongga yo'tkilib ketaman. Shinjongga qilgan safarimni pat-pat eslayman. Chunki u ko'ngillik chog'lar edi. Lekin ko'ngillik kunlarning ko'langisi hamon ko'ngilsiz kunlar ekan. Mana men Shinjongdan qaytib kelib nurg'un ko'ngilsizlikka yo'liqdim. Güzalay nikohdan ajrashishni xetini, uy jabdug'ini to'liq elib xizmatdan chekinib, biroqla o'lchiga ketibdi. Uni raqib opirib qo'yib ketdi. Men bu gaplarni anglagandan keyin raqibga nafrat bilan qaradim. Lekin bir ig'izmi gap qilmadim.
Chunki uning bilan aytishish menga ko'ngilsiz va ortiq ovorgarchilik edi. Menga xotirjamlik, tinchlik kerak. Men uning bilan aytishib foydamı ololmayman. Raqibmi mening so'g'ib muomalamni yoqtirgan o'xshaydim. Yotqimga desmaydigan, ko'rgan yerda yerga qarab o'tib ketadigan bo'lib oldi. U meni ko'zdan yo'qotish uchun kadrlar bo'limidagi heliqi egiz bo'lim boshlig'idan eng muhimi xish yujidan foydalanmoqda. Ginding jamsular meni qo'llamoqda. Bir kuni raqib meni bo'limga chaqirib suhbatlashdi. U bo'limida sapoda g'adib o'tiradi. Menga beshi bilan o'rindiqni ishorat qildi va men o'tirgandan keyin qo'ldagi bir tutam qog'ozni planlatdi. Bu gaplardan til adabiyot fakultetining mas'uli bo'lganligim uchun xabarim bor. Lekin bu yerda mening qo'lim yo'q. Yolg'on, dedim men uningga qo'liyib. Men aniq bildim. Sening Bahram apandini qanday ishga selayotganini aniq bildim. Töhmet, dedi u tamdek tatirib. Men Bahram deganni tonimayman. Toniysan, sen uning tuqqini, hammanglar qisosxo'rlar, shundoqla bilan mening ustimdan o'ydirma to'qib turib, yana bilmagan bo'lib olishyapsan. Bu sening gumoning, dedi raqib qartab ketgan chiroyini purishtirib. Aytdim-ku, men Bahram deganlaringni tonimayman. Ammo sening heliqi Savutovga turmadan chiqqan ustozingga nurg'un tarixiy materiallarni berganingni men emas, inqilobiy omma pash qilib yozdim. Mening seni chaqirtishdagi maqsadim yanla sana yordam qilish. Sen Şinjan'da bo'libmi Urumchida o'tkazgan masalalaringni yezib topshirg'in. Bo'libmi Savutov Jituni bilan bo'lgan aloqangni yezib topshirg'in. Men sana va'da beramanki, sana yanla kengchilik qilamiz. Burunqidek ilm fan bilan shug'ullanishingga imkon beramiz. Men uningga qarab ochiq kuldim. Men seningdan yaxshilik talab qilish qo'yda emasman. Mundaq bir she'r bor. Her kishi maqsadini maxluqdan qilsa tama, o't ichidan suv tama, qilg'ay o'tkizdan sut tama. U texmi qaridab ketdi-da, so'zmanlik bilan bu qitimqi siyosiy masaladan qutula olmaysan. Zarlik gaplaring menga sana yordam bera olmaydi. Eng yaxshisi samimiy sodiqlik bilan o'tkazgan masalalarni yoz. Men uning ko'zlariga tikilib qaradim. Xo'shalligingni yo'shirib nima qilsan? Raqib, menga tarixdek ziyon yetsa, sen mushtumda xo'shallik topsan. Yana nimaga yolg'onni qapoq tursan? Kalila va dimna da mundaq bir she'r bor ekan. Bi xiratkim o'zgilarning ranji birlari shod erur, istime ondan vapa u barjidan azod erur. Sana o'xshashlarning nabirdagi yo'liqinimga ajoyib xo'shalman. Meni rostla rozi qilay desang, menga qilmoqchi bo'lgan razillikingni voyaga yetkiz. Xalq seni tezroq bilsin. Men ishni qattiq yepib chiqib ketdim. Mana 3 oy bo'ldi. U yerda helimi qisos davom qilmoqda. Shuning uchun men kelgusida bu yerda xotirjam bo'la olmasligimni bildim. Shu bo'lgan bo'lsa, meni suiqasd va yomon ko'zlardan saqlab qolalaydi. Hozir bo'lsa, men yoshirin suiqasd oldida kuchsiz va amalsiz. Bugun yakshanba, uzundan beri ko'rmagan yerlarni, Xuanxo daryosini, Yan'an orlonni va Wuchushan bog'chisini oxirgi qitim sayl qilish uchun Lilaoshlar bilan ko'chaga chiqdim. Men hamrohlarimning taklifiga asosan tunji qitim kostyum burulki kiydim, galstuk taqdim, haqiqiy ziyoli qiyofatiga kirdim. Lilaosh meni qo'ltiqlab oldi-da, "Mana amli rohiblikdan qutulibsiz. Shuning xotirasi uchun sizni o'zim suratga olaman. Mana apparat." Qizning bo'ynida rostila apparati bor edi. Men uningga chaqchaq qildim. Dadingiz qaydadan muhim xizmatga o'ldirish bilan sizmi g'am g'ussidan qutuldingiz. Men sizning xushal kuningizni yordamisi uchun sizni o'zim suratga tortib qo'yay. Texnikam tuvan. Maymoq tushib qolsangiz ranjimang. Sizli suratga tortsangiz maymoq bo'lsa-mu advorlab uyim kesib qo'yman. Chunki yaxshi niyat bilan tortgan rasm maymoq bo'lsa-mu yaxshi ko'rinadi. U qaqaqlab kuldi. Men uning oppoq mag'zidagi ziniqlarga qaradim. U haqiqatan chiroyli edi. Mening tikilib qarashimdan xuduq seragan qiz. Men bundaq tikilib qarashni yomon ko'rman. Siz bu xuyni nerdan o'rgandingiz dedi. Nerdan bo'ladi? Butxonadan. Dedim men kulib. 1 yildan beri qizlarga tikilib qaraganim shu. Ranjimaysizda? U meni paplab, urib qo'ydi va qapoqlarini suzib. Eski odat, bilib qo'ying. Men sizning muallimingiz,
o'zining muallimiga bunday qarashga bo'lmaydi. Yot biriga bunday qarashga bo'lmaydi desangiz tuzuk bo'lar, yaqin odamlarga har qanday qarsimi bo'laverdi. Qizning shodlangan chiroyidan bir xil norozilikning sho'lisi g'ilbal o'tgandek bilindi. Danjov shumi bolalari va ayolni boshlab yetib keldi. U kostyum burulki kiygan va galstuk taqqigan, cho'qqisi taqilishib ketgan bo'lsa-mu, shalong chechini maylab tarib olgan. U mening ko'zimga xeyli yashirib qolgandek ko'rindi. Men bugun bayram qildim, dedi Danjov shu kulib. Bugun tomoshaning butun chiqimi mendan. Şinjandan qaytib kelgandan beriqi tunji tomoshamiz bu. Bir yilda kitoblar ichiga kirib ketdik. A'loning ulug' amgakini tabriklaydigan kun keldi. Bir oydan keyin biz yana oldirash bo'lib ketamiz. Bu yil darslar ko'p, yangi o'quvchilarmi ko'p. Hey Isit, Majurining yo'tkilib ketib qolganini bugun rosa bir tomosha qilib olaylik. Danjov shu rostilla jonlangan va ruhlangan edi. Undaq bo'lsa Danjov shu biz kichik mashina yollaymiz, chidamsiz bo'ldi. Li Shaoshi uningdan so'radi. Men bugun 100 yuan dasmoyi qil soldim. Oliy darajalik oshxona, bog' saylisi, kichik mashina hammasiga yetadi. Danjov shuning ayoli sal shangroq, qizil mangizlik zilva ayol o'z navbatida so'z qistirdi. Qo'rqmanglar, Lodwanning yaqindala bir maqolasi e'lon qilindi. 700 necha yuan qalam haqqi oldi. 100 yuanga aldanmayli, 200 yuan xashlasin. Mana xazinaning ochqichini ham topdik, dedim men. Eng yaxshisi ehtiyojga qarab ta'minlayli. Qani Danjov shu nima derkin? Bo'ladi. Ammo kiyim-kechak, qo'l soati uningga kirmaydi. Bu ortiqcha eskartish. Hozir qo'rsoq to'q, avval kino ko'ramiz. Xalq kinoxonasida Vaskirisna ekan. Dedi Danjov shuning ayoli rus tili muallim bo'lgani uchun kinoning ismini ruscha aytib, kinodan chiqib ehtiyoj ustida paranglashimiz degan. Biz hammamiz kulishdik. Qandaq kino opa deb so'radi Danjov shuning qizi. Tirilish atoqli rus yozuvchisi Lev Tolstoyning asariga asosan ishlangan kino, dedi qizig'i Danjov shuning ayoli. Men Tirilishni o'qigan va xotirama yozgan, shunga kinosini ko'rishga rostilla aldiradim. Yaxshi taklif. Biz shu tapda kinoxonaga boraylik. Men xiyolimdagi Masuluvani ekranda haqiqiy odam sifatida ko'rishni xohlaydim. Shunday qilib biz kino ko'rdik. Baxtsiz Masuluvaga ichim bek og'ridi. Kech kirgicha butun tomosha jarayonida uning obrazi ko'z oldimdan ketmadi. Men qizni kodin chiqargan Nexliyevni yomon ko'rmadim. Chunki hayot uningga foyda ilib kelgan. Menga Nexliyev jamiyatda hayot yashayotgandek bilinishga boshladi. Kechda men u kinoni yana bir qadim ko'rishga Lilaoshni taklif qildim. Lilaoshi ma'qul ko'rayli, lekin kinodan chiqib uyga ketaman, maktabga qaytmayman dedi. Men uningga rozi bo'ldim. Kinoga borguncha Lilaoshi chaqchaq qilib mangdi. Siz 26 yoshga kirdingiz. Men bu yil 27 yoshda. Siz Jiangxi lektor. Tarjimondan. Men texila Jujiao assistant tarjimon dan dedi u gap bilan chaqqan bo'lib. Aramizda hozir farq cho'ng emas. Siz uzunga qolmay Fujiao shu bo'lsiz. Men yanla Jujiao bo'lib qolaverman. Shu chaqda siz menga kinoga bilib bering deb taklif qo'yarsizmi? Oxirgi taklifim, dedim men xeyli jimmangandan keyin, men pat orada yo'tkilib ketmoqchiman. Yo'tkilib Lilaoshi menga cho'chib qaradi. Nima deyapsiz? Ayolingizni unuting. Bolangiz bo'lsa cho'ng bo'ladi. Qaytirib keling, o'zimiz boqamiz. Men jim bo'lib qoldim. Muallimning meni qo'ltiqlab olganligi g'an qo'li asta titirmoqda edi. Siz mening ustozim, yaqin do'stim, dedim men uni qo'ltiqlab ketib etib. Men iqror, tunji muhabbatdan zarba yedim. Ayolimdan uzil-kesil umid uzdim. Men uning yeniga hargiz bormayman. Men boshqa sabab bilan ketmoqchi. Qandaq sabab bilan? Bu mening xiyolim. Dedim yozgan iltimosimni va raqibning tayyorlayotgan suiqasdlik harakatini uningga aytib bo'lib, noyati aniq u bor yerda men yaxshi kun yo'q. Lilaoshi jim bo'lib qoldi. Xeyli mangandan keyin biz yuqoriga eng yaxshisi shu-shujining o'ziga xat yozaylik. U kishi bu ahvolni hal qiladi dedi. Kino tugagicha Lilaoshidan bir yangi gap anglamadim. U kinodan ruhsizlangan holda chiqdi va ulug' kichiktinib Masluvaga ichim og'riydi.
begona sürgün qilindi. Uning ustiga muhabbat fojiasi-chu, turmada Maslova Nexliyudovning so'zi bilan haraqnish tashladi. Doktorxonaga qora xizmatchi bo'lib kirdi. U ko'nglida ashu o'ziga vafosizlik qilgan Nexliyudovni yana yaxshi ko'rdi. Lekin yana shu Nexliyudovning obro'yini deb uning bilan to'y qilishdan o'zini qochirdi. Semyonni yaxshi ko'rmasimi, uningga xotin bo'lishga rozi bo'ldi. Muhabbatni yoshirish qanday dahshat. Mening Nexliyudovga ichim og'riydi, dedim uningga ulashtirib. Butun zehni, irodasi va boyligini tövbe qilishga sarf qildi. Lekin Maslovaning yana o'z vaqtida o'zini yaxshi ko'rgan, helimi yaxshi ko'rilgan bir ayolning abosiga nikohlanish talabini qabul qilishiga erisholmadi. Uning hayotida yana nima lazzat qoldi deysiz? Hey poyja, inson ruhiga tushgan hol kasal. Men bu so'zlarni xuddi o'zimga aytgandek alam bilan tortdim. Xayr amsa, kelar yakshanbagacha xo'shlashaylik, dedi Leyla o'sha nozik qo'lni menga sunib. Shuningcha kelolmayman, uyda ishlaydigan bir haflik ishim bor. Siz Uyg'ur adabiyoti tarixiy tezislarini qachon bosmaga topshirasiz? Kelar hafta, dedim uning qo'llarini ching siqib. Xayr amsa, tarjim qiladigan nurg'un she'rlar bor. Kelar yakshanba sizni yotqimda kutaman. Qiz kulib qo'yib xo'shlashdim. Men birda yo'ruq, birda qorong'u ko'chalar bilan kelyapman. Katerina Maslova yonimda billa kelayotgandek, hozirla u meni qo'ltiqlab olib, Nexliyudovni haydibat davatadagandek bilinishga boshladi. Men kavob do'konining oldiga kelganda ikki zig kavob bilan bir rumka aroq ishkim keldi. Men kavobxonaga kirdim. Oq buk kiygan xuyzu oshpaz xush chiroy kutib oldi. U menga pardaning orqasini ishorat qildi. Men pardani qaradim. U yerda ustalga beshini qo'yib, sochlarini budur qilgan bir ayol dum yotadi. Uning sochlari orasidan chiqib turgan chiroyli quloqidagi oltin halqasi uning Uyg'ur ekanligini bildiradi. Men kavobchiga qaradim. O'z yolg'iz, xeyli chiqishdi. Endi ketolmaydigan o'xshaydi. Sen yaxshi uchrading, dedi kavobchi. Men ikkilandim. Kechada qiz bolani so'rashtirib yurishmi, tashlab qo'yishmi qolaysiz? Nimali bo'lmasin, uni uyg'otish, issiq choy ishkizib sag'itish, mong'izib akitish kerak degan yerga keldimda uni ostan o'qidim. Turing, siz kim? Sizning ayol beshini ko'tardi. Men hayron qoldim. Odila meni ko'rib kulimsirdi-da qo'lni sundi. Opirib qo'ying, men sizga dushman emasman. Menga bir yaxshilik qiling. Ha. Men bu qizni ko'rmagli uzun bo'lgan, Shinjonga ketgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Bu nima bo'lganingiz? O'ltiring, ichimiz, dedi qiz qo'llarimdan tutib tortib. O'ltiring. Mana o'ngshaldim. Men yana ichalayman. O'ngshalgan bo'lsangiz, o'rningizdan turing. Men sizni yotqingizga opirib qo'yman. Men qizni yo'ladim. Qiz menga birdilla tashlandi-da, qo'llarimga chaplashib oldi. Sizga aytadigan yangiliklar ko'p. Men sizni qo'yib bermayman. Yomon bo'lsangiz, qo'llarimni kesib tashlab qutuling. Kavobchi ariq kirdi. Men sizga qarab qoldim. Do'konni taqaydigan vaqt bo'lg'ilni ekan. Biz ming bir taslikda uni o'rnidan turg'izdik. Men uning sochlarini tuzidim, tugmalarini atdim. Uning ko'zlari chiroyli yuzi qizargan. U hildi-hilg'a oppoq tishlarini yaltirtib, qaqoqlab kuladi. Biz ko'chaga chiqish bilan do'koncha ishga kiltang soldi. Demak, endi qizni yotiqiga opirib qo'ymay iloj yo'q edi. Men uni qo'ltiqlab orqa ko'cha bilan elib mangdim. Siz nimishqa ishchisiz, Odila? Yolg'iz ko'chaga kelganda men uningdan xafa bo'lib so'rdim. Qiz balaning qildigan ishimi bu? Chidamadim, dedi qiz beshini ko'ksimga qo'yib, ho'kirab yig'lab. Meni ichishga o'rgatganmi, meni kodan chiqarganmi, ashuraq. Jinim ala, men hozir xotin, vijdoni bulg'angan xotinman. To'y qilayli desam, sen xoinning qizi, ota-onang vatan xoini deydi degan. Meni majburlab degidek xizmatdan bo'shatmoqchi. Uning ko'z yoshlari mening bilaklarimni, hatto kiyimlarimni ho'l qildi. U menga mahkam chaplashib, qo'llar bilan bo'ynimga gira silib yig'laydi. Birda qaqoqlab kuladi, yana qizishib so'zlaydi. Qaysi yuzim bilan tashkilga deyman? Uning bilan yurgan deb tashkil menga topshirganmidi? O'zim uni yaxshi ko'rgan, nemisi yarab qolib degan tong, u parvoz baqabaqning as hoshimni yo'qotib yaxshi ko'ribdiman. Har qancha askilik qilsam kechiribdiman. Hammani qilgan uning puli. Uningga shuncha pulni miros qoldirgan dadasiga ming la'nat.
pul meni azdırdı. Abdullah Toqay nima devidi? Yaltırab ko'zlarini chiqib to'g'ri yo'ldan azdurar. Altın namlıq şiirinin bir misrası. Diyenmedi, meni pul azdırdı, heves buzdi, kadın çıkardı, emdi öldürüdüğün oxşaydım. Men naq hayat masluvani yo'lab turmoqdiman. Nafratlanimmi, hesdaşlik qilaymi? Onunğa panoh bo'lsam, birer kasabeti tegami? Nima bo'lsa bo'lar deb tashlab ketib qolsam, rahimsizlik qilgan bo'lmaymanmi? Men xeyli o'ylandim. Xeyli arsalda bo'lishlardan keyin uni yana qo'ltiqlab elib mengishga qaror qildim. Yuring, men uni mengishga da'vat qildim. U menga o'zini tashladi, tuzuk mangilmaydi. Qanday qilamiz? Mushu yerda qonamsiz bir amal qilmayman. Siz meni yo'lab meng, dedi u oralla qulog'imga pichirlab. Men uni yo'lab mangdim. Biz qorong'u tar ko'chaga keldik. Jimjit hech kim yo'q edi. U menga bag'an siri ching chaplashdi. Men o'zimni qochirishga amalsiz qoldim. U birdilla bo'ynimga kira soldi-da, mang'izim, bo'ynim, ko'zlarimga so'yishga boshladi. Men xuddi yuzimni mushuk yalayotgandek seskinib ketdim. Chunki bu so'yish intiqom uchun edi. O xiyalda raqibmi sening ayoling bilan chiqishgan, menmi Go'zalayning erini so'yalayman, shuning bilan vijdonan intiqom olaman deb o'ylaydi. Nemishqa men seni yaxshi ko'rmay, jinim muloyim qo'zdek ham chiroyliq. U biljirlashga boshladi. Men birla silkindim-da, uning qo'lidan bo'shib oldim. U yerda o'tirib yana yig'lashga boshladi. Tashlab ketay deb 10 qadamcha mangdim, lekin bu nomardlik. Men uning yeniga keldim-da, uning beshini tizimga ilib, sochlarini sildim. Uning ichim og'ridi. Adila, baxtsiz bechora. Ikkimizning baxtiga o'ltirgan odam hozir g'olib qahramondek gedaymoqda, lekin biz uningdan intiqom olalaymiz. Yolg'on, dedi o'rnidan turib. Siz hargiz raqibdan intiqom ololmaysiz. U endi Go'zalni baxtsiz qilarmi? Yo'q. Güzel onu yaman görüdü. Güzel sap. O sizni yelim yaxşı görüdü. Siz nemişkin onundan ayrıldınız? Siz ayrılmagan bolsunuz, bana muşu xorluq yo'q edi. O güzelden texçiga ümit üzmedi. Lekin Güzelning yuragi sizni la yaxşı görüdü. Siz yulduzdek yo'ruq, şebnemdek taza. Bugun mening bilan birga bo'la olamsiz? O endi mening qo'llarimga tayinib dadilmangdi. Sizning badaningizda Güzelayning purqi bor. Kechicha do'stimning hidini purab yotay, ma'qul demsiz, a'la. Men qutulishga ko'zim yetmaganlik uchun uningga ma'qul bo'ldim. Bo'ladi, sizga hamroh bo'lay. Unutilmas xotira, dedi u mag'dursiz oyoqlarini tasti yo'tkab. Falokatga yo'liqqan biror sabdishim uchun ancha-muncha g'amxo'rlik qilib qo'yish qanchalik cho'ng ish. Lekin Odilaga yaxshilik qilishni la o'ylab, ko'ngilni g'ash qildigan g'alita oqibatga duchor bo'lishni o'ylamabdi ekanman. U 3 qavat binoning 2-qavatida yolg'iz yotoqda turadi ekan. Men uni yo'lashtirib yotoqqa akirdim-da, orqamga yondim. Lekin qiz qo'llarimga esilib oldi. Va'dangizda tursiz, bugun mushu yerda qonasiz. Unmasangiz vaqirayman. U birli vaqirsa ishning bitgini. Atrofdagi qo'shnilar kirishidi. Adila nimali desiga boqdi. Men Adiladan gumonlanishga boshladim. U atayla meni yerga qaratmoqchi bo'layotganda qandaq. Uning ko'chada yetib kelishi bilan menga bir javobgarlik tushmagandikin, nemishqa rahim qildim. Mana endi qanday qilib? Lekin men o'yla bunda xulosaga keldim. Men pokman, aybsizman. Shuning uchun hayotga soxta ko'z bilan qarashning hojati yo'q. Adilaga sop til bilan muomala qilishim lozim. O'z vijdonim oldida tilim tutilib qoldiganlar ish qilmasam, boshqalarning to'kmat, haqoratlarini qo'rqmayman. Chunki hayotning o'zi adil hukmchi. Vaqt o'tish bilan kishilar hamon yolg'on bilan rostni ilg'i qila oladi. Faqat bu ilg'i qilishning buguni va atisi, oldi va keynila mavjud xolos. Men o'rindiqqa o'ltirdim-da, xushxo'ylik bilan Adila, men va'damda turib bu yerda qonay. Biroq bir shartimga ma'qul deysiz dedim. Adila menga yalt qilib qaradi. Shartim shu, birga yotimiz, lekin siz meni a'lo emas, Go'zalay deb tushunavering. Men sizga hikoya aytib beraman. Adila qaqoqlab kuldi-da, qo'llarimni o'ziga tortdi. Ayollar rahimdil keldi. U mening shartimga ko'ndi. Karvatida Torusqa qarab o'ngsiq yotdi. Men uningga ko'z quyruqimni qaradim. Uning ko'tarilgan ko'kraklari, qo'yiq sochlari, chiroyli va to'liq yuzi ayni tirlishdagi masluva edi.
uni Nexliyedov raqib kardan chiqargan. Yuragimning tegi-tegidan raqibga g'azabim kuchayishga boshladi. Sen meni muhabbatdan mahrum qilding. Bugun yana o'zining sap muhabbatini sana beg'ishlagan bir qizni oyoq osti qilib, mana endi o'zini yaxshi ko'rmaydigan bir yigit orqali intiqom olgan holga tushirib qo'yding. Hozirmi mushu yerda bo'lganingda edi, men sana erlik or-nomusim bilan jazo bergan, tishlaringni to'kib tashlagan bo'latdim. Lekin sen bu yerda yo'q. Kim biladi, sen biz bilmaydigan eskiliklardan yana qanchisini qilding. Kim biladi, sen shu topda yana bir ma'sum qizni aldab, uning sap muhabbatiga noil bo'lib bilib, qanday qilsam oson va gap so'zsiz qutulaman degan narsani o'ylayapsan texi. Sen hayotga soxta ko'z bilan qarashga odatlangan. Shunga sen dunyoda pokiz narsalarning nurg'un ekanligiga ishonmaysan. Bulg'anmaydigan narsa yo'q, ta'ma qilmaydigan odam yo'q. Bu sening hayotdan chiqargan xulosang. Sen shuning uchun yaxshi narsalarni men bulg'amasam, boshqalar bulg'aydi deb qaraysan-da, hasadxo'rlik bilan iflos qo'lingni birda uningga, birda buningga so'zsan. U puldan ayrilsa, bir iflos yo'q to'ng'iz. Odilaning uyqusirgan ovoz anglandi. Men uningga qarab mehribonlik bilan beshimni irg'itib qo'ydim. Bayqi xiyollardan keyin birdilla uningga hissdoshlik qilgim kelib qoldi. Chunki ikkimiz taqdirdosh, har ikkimizdagi sap narsani, muhabbat hissiyotini bir iflos qo'l bulg'agan edi. Men hikoya etmadim. Odilaning yonida o'nglayotdim. Bizning badallarimiz bir-biriga tegib turdi. Mana u menga putlarni otdi, lekin menda erlik hissiyot o'lgan. Xuddi mening yonimda bir er kishi yotgandek, nervlarimda qilchimi uyg'onish bo'lmadi. Bu o'lgan ko'ngilning yana bir o'lgan ko'ngilga bergan javobi edi. Odila bir soat yotdi. Meni asta quchoqladi, yuzni yoqdi. Men butdak yotgandan keyin u tomga burildi-da, bir tortib qo'yib uyquga ketdi. Men o'rnimdan asta turib, chiroqni o'chirib, uning yotiqidan chiqdim. Men eshikdan chiqishimg'ila uning qo'shnisimu uydan chiqib qolsa bo'ladi. U menga olib qarab qo'ydi va keynimdan tong oldida chiqib ketsam, hech kim tuymaydi debdikansan-da, deb qoldim. Endi so'z cho'chakka qoldigan bo'ldim deb o'yladim. Yotqimga kelib nemishqidir yuzimni yudim. Boya Odilaning lavlari tekkan yerlarni tozalash uchun shunda qilgan bo'lsam kerak. Karotimga yotdim-da, qattiq uyquga ketdim. Ertasidan boshlab men Odila to'g'risidagi ishni butunlay unutdim. Mening kunlarim yana kitoblar bilan o'tishga boshladi. Kunlar, haftalar shunchalik tez o'tmoqda. Men kunlarning tez o'tganligini tabiatdagi o'zgarishlardan bilaman. Lanjo shahrining seriq chang bilan qoplangan kunlari keldi. Demak, yoz kunlari sirtqa chiqib sayli qilg'il bo'ladi-ku, lekin men endi yakshanbalarni ishga sarf qildigan bo'lib oldim. 6 bölüm. Tün, iyun keçisi. Şərqə qarğan derizəmdən arlap məyin şamal kırdım. O üstel üstüdeki qağazlarımni şildirletib qoyub, aram bəxiş qolları bilan yüzlərimni sepaydım. Mən huzurlanıman da, işdən baş götürüb derizədən qarayman. Mən egizdə, şəhər tövəndə, şəhər yulduzluq asmanğa oxşaydı. Nurluq çıraqlar xuddi yulduzdək köp, yolt par-pur qilgan nurlar hilidan hiliga paydo bo'lib, yo'qolib turadi. Birli qargan kishi bu go'zal va ko'ngillik osmon tagidagi shodmon shaharda zotli xapliq yo'q bo'lsa kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin buni nurliq chiroqlar bilan sahnaga chiqadigan artist qizdek yasangan shaharning xo'shalligiga nurg'un g'amlar yondashgan. Agar siz ashu uyqudagi yoki harakatdagi odamlar bilan birma-bir paranglashib chiqa olsangiz edi, u chaqda hasrati bor, g'am qayg'usi bor, armoni bor, og'riqi vahimasi bor, dahshati qo'rqinchisi bor. Xilma-xil odamlarning borligini, ana shularmi buni go'zal ko'rinishning zinnat buyumi qatorida turayotganini biladingiz. Men ana shundoq odamlarning biri. Qizil siyoqqa chilangan qalamimni tutqunimcha ashularni o'ylab tövandagi shaharga qarab bir pas turib oldim va orzudan qurgan enkimni sol alqiniga qo'ydim. Enkim yerik tuyuldi. Shu chaqda aynakka qaradim-da kulib ketdim. Saqal burdim o'sgan, ko'zlarim o'ltirishgan, yanaqlarim o'ruqligimdan to'mpi chiqib qolgan, peshona va chekinlarimda inchiki siziqlar ko'paygan, judangu chiroyimdan mayuslandim. Hozir mening texi chiroyimga qirliq belgilarimi qo'ndiradigan chog'larim emas-ku.
Bu yil 1963 yili yoz. Mening Lanchoga kelganimga 6 yil bo'ldi. Men hozir 26 yoshga kirgan yigitman. Beshimda g'am turmaydigan chog'larim bu. Lekin ba'zida o'zimni nabirlar bilan inoq yashayotgan baxtlik, lekin g'amlik boyga o'xshash oxirat vahimasi ichida sezaman. Bu nima? Tushkunlikmi yoki eg'ir emgakning upuritishimi? Bilmayman, lekin men shuni bilaman. Menmu tanho jinimni raqibdek obdan kutalayman. Yenik ish qilib rahat turmush kechirishimga menga hech to'salg'i yo'q. O'zimning bilimim, ish haqqim bilan ko'ngillik turmush kechiralayman-ku. Ayolsizmi rahat yashashga bo'ladi-ku. Ko'zni yummanda bu yil maktab bitiradigan qizlardan biri bilan turmush quraman. Mening oilamdami ko'ngillik suhbatlar, shirin sirlashish, muhabbat paydo bo'ldi. Vaqtimning ko'p qismi hozirgidek jimjitlik, xafalik va xafaliqdan unutish uchun eg'ir emgak qilish bilan o'tmaydigan bo'ldim. Lekin u chaqda o'z g'oyamga aytilayotgan irodamni yo'qtiman. Rahat parag'at mening irodamning o'ziq emas. Men o'z g'oyasiga intilmagan odamlarni hayotlik uchun qidirib yuradigan yovvoyilar tabiqasining do'stlari deb ko'p aytdim. Demak, olg'a intilish iroda haqiqiy insoniy belgilarimning biri. Mayli men qanchalik xo'rsinishlarga uchirsammi, o'zimning haqiqiy inson ekanligimni isbotlayman. Men shundoq irodaga kelgandan keyin aynakni tashlab qo'ydim. O'zimcha kulimsirab, qiyirsam nima bo'pti? Qizlarga chiroyli ko'rinish mening g'oyam bo'lmagandikin. Buningga maysinishning nima hojati deb pichirladim. Men oldimdagi ko'rilib bo'lmagan daftarlarni sanadim. 17 daftar bor ekan. Bu maktab bitiradigan o'quvchilarning maktab bitirish maqollari. Buni ular o'zlari izlanib yurib 2 oydak emgak qilib yezib chiqqan. Bu maqollarni ko'rib bo'lib, har biriga o'z fikrimni yezib chiqaman. Bir necha muallimning fikrlari qo'shilib, o'quvchi ustidan bir butun baho bo'ladi. Demak, men o'quvchining 4 yillik emgak mevasiga baho berguchiman. 4 yil kuyib pishib emgak qilgan, 2 oydan beri izlanib yurib ma'lum masalada o'zining ilmiy ko'z qarashini isbotlab chiqqan 20 necha yoshlik talabjon yosh hozir mening to'g'ri va haqqoniy bahorimni 4 ko'z bilan kutmoqda. Bir sinfdagi 36 o'quvchi mening bahoyimni kutmoqda. Men 36 o'quvchining maqolasiga 36 xil fikr yozaman. Men har bir maqolda o'tirib qo'yilgan masalaning ilmiy qiymati, uni qanchalik hal qilganligi, nuqtai nazari asos. Isbotlarning joy-joyiga tushmaganligi maqolning har bir bo'laklari orasidagi mantiqlik bog'lanish, naqllar bilan faktlarning o'rinliqligi, hatto imlosining to'g'ri xatoligi qatorliq masalalarga birma-bir baho berib chiqishim lozim. O'quvchilar hozircha o'z maqollaridan rozi. Ularcha maqollarda zotli nuqson yo'q. Ba'zilarining o'yida ularning maqollari pat yaqinda jamiyatga chiqadi, cho'ng ta'sir qo'zg'aydi. Shu maqolasi bilan u jamiyatga to'nildi, ilm ma'rifat ahli orasidan o'rin oladi. Mening u maqollarga bergan baholarim ularga ha deganda yaxshi tuyuladi. Chunki men ha deganda maqolning yaxshi taraflarini odillik bilan birma-bir o'tirib qo'yaman. Bara-bara ular mening bahoyimdan norozi bo'lishadi. Chunki men ishkirlab boraman-da maqollarning yetarsizligini birma-bir ko'rsatishga boshlayman. Ba'zilarini bo'lsa butunlay inkor qilib o'taman va keraksiz qog'ozlar dovziga tashlashga hukm qilaman. Undaq o'quvchi maqolasini mijiqlab tutadi, lekin butun zehni bilan yozgan 10 necha betlik maqolasini yirtib tashlashga qo'li bormay, uni muallim bilan munoziralashishga qoldirib qo'ydi. Demak, men maqollarga to'g'ri baho berish bilan billa 36 o'quvchini birma-bir suhbatlashib, qanoatlantirish uchun to'liq tayyorlik qilib qo'yishim kerak. Bağlab bo'lgandan keyin o'quvchilarning ba'zilari xushal bo'ldi. Bu alimini chin dilidan texmi yaxshi ko'rdi. Muallimga qoyil bo'ldi. Muallimdek bilimlik bo'lishga o'z-o'ziga va'da berdi. O'zining muallim bilan tanishib qoldim deydigan tushunchasining nomuvofiq ekanligini sezdi. Jamiyatga chiqqandan keyin o'z ustozidan o'rganishni o'ziga bir maqsad qilib qo'ydi. Ba'zilari bo'lsa undaq emas. Muallimning kuchli isbotlarga qarshilik ko'rsatolmaydi-yu, ich-ichidan jil bo'ladi. Ko'nglida o'zini muallimni tillaydi. Muallimdan rahimsiz deb og'rindi. Muallimning talabchanligini o'zini ko'rsatish deb tushunadi. O'rinsiz va xato holda xat,
Jamiyatga chiqqanda bir ipini keltirib, jajangni bermasam deb muallimga qarata ko'nglida g'um saqlaydi. Umuman aytganda ba'zilari xushal, ba'zilari xafa bo'ldi. Hatto bir necha kungacha geldan g'iza o'tmaydi, uyqusi kelmaydi, ruhsizlanadi. Xoli yerlarda yig'labmi bo'ladi. Demak, mening baholarim o'quvchilar hayotida ashunchalik zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Men qolgan 17 daftarga baho yezib chiqish uchun o'ltirdim. Shir-shir qilgan qalam ovozi bilan chek-chak qilgan soat ovozidan boshqa ovoz yo'q. Men butun zehnim, muhabbatim bilan daftar ko'rmoqdaman. Chunki bu o'quvchilarning mening eng yaqin odamlarim. Bilaman, o'quvchilar mening dars o'tishdan to'xtab qolganimga norozi. Ular necha qitim mening dars o'tishimni talab qilib fakultet ishxonasiga xatmi yozdi. Bunda xatlar uzilmadi. Ular egizchimi talab qo'yishdi. Talabnomasida o'qituvchimiz a'lo bizga haqiqiy bilim beradigan, ko'yinadigan, talabchan, bilimli o'qituvchi, biz a'lo muallimning dars berishini qat'iy talab qilamiz deyishgan. Men o'quvchilarning bu talabini o'qib hayajonlangan edim. Raqibning yeniga kirdim. Jinoyat uchun buningdan boshqa chora topilmasmidi dedim. Raqib g'azablanib ochiq kulib qo'ydi va mening qo'limdan kelmaydi. Seni o'stirishmi, cho'kirishmi mening ishim emas. Sening masalang tekshirilyotdi. Aniqlangandan keyin dars berarsan dedi. Aniqlamayla meni Shinjongga qaytarib yetinglar. Amaliyot ko'rsatsin. Yo men hiliqi xatarliklar bilan billa qo'zg'alon ko'tirman, yo bo'lmasa kasan qo'raychilik bo'lsa-mu, don qoldirib qo'ydirman. Fikrimni yo'llashga va'da berman, lekin meningdek bir kichik amaldorning qo'lidan jamiyatga to'nilgan bir ilm ahlini yo'tkib o'tish qanday keldi deb u yana tanqildilar. Shuningdan beri men nemishqa darsdan to'xtab qolganimni surishtirmadim. Uni surishtirishga ketgan vaqt ichida xeyli kitob o'qib olman deb qaradim. Men o'quvchilarning daftarlarini ko'rib etib, ba'zi xushal bo'lib vaqirab ketaman. Bundaq vaqtda men o'quvchining daftarida bir yangi fikr yoki bir chiroyli jumla, bir kuchlik paket ko'rib qolgan bo'laman. Ba'zida bo'lsa, o'zimchila tutilib xafa bo'lib ketaman. Bu chaqda o'quvchining daftarida bir cho'ng nuqson ko'rib qolgan bo'laman. Buni maqolning mavzusi ajoyib yaxshi qo'yilgan, ha? Robiya Saidin Saptillarning ko'z yeshi. Men maqolni o'qiyapman. Xiyolim birdila go'zal Robiya bilan Saptil yigit Saidining kechirmishlariga ketdim. Mening yuragimda o'z g'oyasi yo'lda ko'shlarni sarf qilishni bilolmagan bir jup yoshga ichinish, xayrixohlik hissi paydo bo'ldi. Men xiyoldan maqolaga qaytdim. O'quvchi Robiya bilan Saidin obrazlarini pek ko'tarayotgan, ularni insoniy fazilatning ulgulari qilib ko'rsatgan. Bu baho pek yuqori. Ular feodallik jamiyatidagi vahshiy kuchlarga qarshi isyankorlar, lekin ular bechoralar. Ular o'zlarini ilojisiz va ojiz hisoblovchilar. Ular taqdir jadosiga o'z bo'yinini undimayla tutib berguvchilar. Yo'q, ularning tutgan yo'li xato, o'z g'oyasiga intilguvchilar, o'limlar bilan o'zlarining sapliqini isbotlovchilar. Qora kuchlar oldida undaq muloyim bo'lmasligi kerak edi. Men shundaq so'zlarni heliqi o'quvchining oshirayotgan baholari orasiga qizil qalam bilan ushshaq qilib yezib qo'ydim. Men har bir daftarni ko'rayotganimda xiyolimda ashu o'quvchi bilan so'zlashman. Go'yo o'quvchi ustalning bir chetida o'ltirgandek ba'zi uni maqtayman. Yaxshi izlangansiz. Mana shundaq 20 yil izdansangiz, xeyli cho'ng masalalarni hal qila olasiz. Ba'zida o'quvchiga qayib qo'yman. Sizga bu oddiy masala buningdan 3 yil burun o'tilgan-ku. Siz ho'rullik qilib tarix kitoblarini o'qibmi qo'ymabsiz. Bilib qo'ying, ho'rullik ilm ahlining kushandisi. Ba'zilarga bo'lsa ochiq qilaman. Siz imlo ham tinish belgilarga nemishqa diqqat qilmaysiz. Yodingizda bo'lsin, xato va qalayimqon xat yozishmi yerim savodsizlik. Men o'quvchilarning daftarlariga qarab o'ltirsam, doim o'zimni ko'ngillik emak bilan shug'ullanayotgan boladek yoki foydasi naq ovqat bilan habalashayotgan savdogardek sezimanda orom elish, tomoq yevilishni unutib qolaman. Biror qurnimni e'tiborsiz va chala bo'la o'tkazmayman. Navoda biror narsaga bergan bahayimdan o'zim qanoat qilmasam, ko'rayotgan daftarimni qo'yib qo'ymanda, shuningga munosabatlik materiallarni ko'rib chiqaman. Ba'zida hatto boshqa o'qituvchilar bilan maslahatlashaman.
Bu ishlar mening oliy maktab faoliyatlarimda o'zlashgan odatlarim. Bu odatni xuddi mas'uliyatchan dehqonning do'nglarga a'lo olli tortqiniga, jonbaz bog'vanning har bir ko'chasining harom o'tlarini chatig'iniga, ishchan molchining qo'zlarini o'z badani bilan isqiniga o'xshataman. Men qattiq charchashdan uxlab qolibdiman. Ishkimni bir qattiq chekdi. Men uyg'onib ketdim. Sirtdan buvoqning tilqib yig'ilgan ovoz keldi. Bir ayol uni bezlaydi. Men hang-tang bo'lib eshikni ochdim. Obdan zaklangan bir buvoqni tutib qo'shni uydagi Mo'may turadi. Mo'may ko'zlarini chimildatib manqaydi. To'y qilib olsang bo'lmamdi? Qara, bola yig'lig'ili 2 soatdek bo'ldi. Qo'rsig'i osh, bir narsa yegizgin. Men hech narsa tushunmadim. Hang-tang bo'lganimcha Mo'may sungan zakliq balini qo'limga oldim. Oppoq zak ichida oq yuzlik, qora sochlari paqirab turgan bola yig'layotdi. Men balni ko'tarib yotqimga kirdim. Mo'may texchila manqaymoqda. Chiqmagan bo'lsam, bola o'lib qoladi. Nekam yig'lig'ili, yumshoq chaynab non yegizib qo'ydim. Yana bir ozdan keyin sut sotuvchilar keldi. Sut bilan boqqin. Biriga berib etmay yana. Men oshxonaning deresidan onasini g'ilpal ko'rib qoldim. Yuzini tutqunicha yig'lab, cho'ng darvozadan chiqib ketdi. Qaraganda u ya o'lgili mangdi, ya bo'lmasa o'z yurtiga qochdi. Hey, sen yigit gunohga patding. To'y qilsanglar mushundaq yuz ketadigan ishlar bo'lmaydi. Men Mo'mayning qoyishlarining ahvolini oz to'la tushundim. Sening balang bo'ldi, endi beqishqa bel bog'lig'in, dedi u balaning yo'gaklarini boshqani yo'gash uchun yeshib. Qiz ekan, mavu qog'oz nemisi? Men o'qigan. Oltin uzuk, halqalarmi bor ekan, munu kiyimlar texi. Hey bechora ona, hey bechora ona. Osti hul ekan. Hu. Qo'zam yig'lama. Men hozirla sening qo'rsiqingni to'yg'izaman. Qani pechini bormi? Men Mo'mayning deganlarini tayyorlab berdim-da, heliqi qog'ozni ochdim. Uning ichida xat bor edi. Men xatni o'qishga tutunganda buvoq yig'idan to'xtagan. Mo'may uningga bir nimalarni yegizmoqda edi. Xat mundaq yozilgan. A'la, bu bechora baxtsiz qizimni sizga qoldirdim. Qiz sizning har qancha balo ofat kelsa-mu qizga ega bo'ling. Heliqi kechisi siz menga mushundaq qilishni maslahat bergan. Men ota-onamning keynidan chet elga ketamanmi? Buni bilmayman. Ammo Shinjongga ketdim. Mana hozirla menga mangulikka xo'sh. Men bir xususiy doktornikida bo'shandim. Yaxshi ish o'likini ko'rsatmaydi. Balni ilib ketish mumkin bo'lmag'achqa, uning ustiga sizning bolangiz mushu boladek tirik yetim bo'lg'achqa, ko'nglingiz yora, o'zingiz mehribon odam bo'lg'achqa, balamni sizga topshirdim. Gunohsiz pok bo'lsangizmi, bola uchun qurbon berishdan o'zingizni tortmaysiz. Xudoyim sizga baxt va umr bersin. Ishonaman, dushmanlaringiz cho'qim yerga qaraydi. Siz mehribon, bolani saqlab qola olasiz. Men sizga nurg'un avorchilik, nurg'un azob va nurg'un umidsizliklarni qoldirdim. Siz menga g'azablanmang. Mening qoldirgan g'am-g'ussularim tufaylidan narsidani yomon ko'mang. Umidim, gunohsiz narsida qizim mening o'rnimda cho'ng bo'lsin. Qizimning ismini Dilara qo'ying. Yuragimning parisini sizga inom qilib qoldirdim. Xayr, balamga yaxshi ota bo'lish uchun uzun umr ko'ring. Odila 1963-yili 7-oyning 12-kuni. Masala tushunchli edi. Mening dushmanimning bolasi hozir meningdan tatliq, otliq mehr shafqat tilmoqda. Men Odila qoldirib ketgan bir jup uzuk bilan halqini olqinimga elib turib o'ylandim. Balani mushu xat bilan atay ginding jamsuga bermanda masala oshkor bo'ldi. Men balo qazodan qutulman, lekin Odila yo'q. Raqib tan olmasichu, to'kmat deb qarasichu. U jazman shunda qiladi. U chaqda munu balaga kim ega bo'ladi? Men karvatda uxlayotgan narsadagi qaradim. Oq pishmoq, qonxarliq, ko'zlari yo'g'on qiz lavlarini ching yumib uxlayotdi. Hajab chiroyli, dedi Mo'may balaning yuzini olqinni elib silab. Onasi chiroyli emasmi, ha? Sana o'xshamaydi. Hey bala, men seni yavash, bilimlik deb yuratdim. Nemishqa bunday qilding? Men javob bermadim. Mo'may bir esnab qo'yib chiqib ketdi. Mo'may chiqib ketish bilan bola bir turildi-da, yana qiyqirib yig'lashga boshladi. Men uni ko'tarib yurib papiladim, lekin bola texim qattiqroq yig'lashga boshladi.
Uning lavlariga yuzimni tekkizdim. U illiq puraqliq og'zi bilan yuzlarimni yalab, o'ziga tamoq izlaydi. Men obdan bola boqadigan bir joyni tepib, qanchalik rasxot kassimi, uni beqib cho'ng qilishni o'yladim. Lekin men boshqalarga nima deb tushundirman? Askilik qildim deymanmi? Meni hurmatlaydigan do'stlarim, xizmatdoshlarim, o'quvchilarim bu ishni bilsa nima deyishidi? Yo'q, mening bolam emas, deb haqiqiy ahvolni tashkilga aytsamchi. U chaqda raqib meni yiqitish uchun mushu betnamni chopladi. Siyosiy kurashda o'zini oqlashga ilojsiz qolganlikdan o'zini qutuldirish uchun mushu betnamni o'ylab topdi deyishi mumkin. Yoki bo'lmasa Adila balni nemishqa raqibga qo'ymay, sanga qo'ydi, balni qo'yg'ini rost, xat yosalma deyishi mumkin-ku. Bala telqib yig'laydi. Men qandoq qilman degan masalani o'ylab gangirmoqdiman. Bala rasmining shuning uchun Adila menga qoldirgan desamla ish bitadi-ku. Boshqalarning taptanisi, yaqinlarning nafratlari, dushmanlarimning ig'volariga pisand qilmasamla, 1-2 oyni parvosiz o'tkazsamla ish tugagan bo'ladi-ku. Lekin bunda qilishga bo'lmaydi. Bu mardonlik badaliga men nurg'un narsadan o'g'inish va xizmat qilishning yaxshi imkoniyatlaridan mahrum qilishi mumkin. Men eng yaxshisi balni va xatni ginding jamsiga beraman. Men hozirla mushu tapla uni bu yerga boshlab kelaman. Bala telqib yig'laydi. Men bosh uchi yo'q xiyollar bilan gangirmoqda edim. Ta'limga mo'may kirdi-da, yana qayshib boshladi. Sen bala bu qizni qiynab qo'ysan. Men Shaulizi bilan so'zlashdim. Yaxshiroq joy topguncha balaga men qarab beray. Akelgan balani, hey sening bo'lumsizliging, qara bala tutishingni basay emas bu, bo'lishiga ko'taradigan. Ginding Jamsuning ishkini chekdim. Uy yo'rdi-da, eshik ochildi. Ginding Chujang meni ko'rib hayron qoldi. Og'ridingizmi? Qapoqlaringiz ishib ketibdi-ku, qani uyga. Men tamakaga qo'l uzatdim va bola to'g'risida qisqachalar aytib berib, shundoq men og'ir xatolik o'tkazdim. Xatoliqim uchun qanchalik jazo kelsa roziman dedim. Ginding Jamsu mening ko'zimga uzoq qaradi. Ha, hisobladim, dedi u uzoq jimliqdan keyin. Bola sizning emas. Adila bu bolaga homildor bo'lganda siz bu yerda yo'q. Balaning onasi mening ota bo'lishimni talab qilgandan keyin, uning ustiga men o'zim balani o'z balam deb e'tirof qilgandan keyin, mening qonunga taqilgan yoki axloq fazilatga taqilgan xatoliqim ustida o'ylashingizni umid qilaman. Bilaman, sizning nemishqa balani o'z ixtiyoringizga olmoqchi bo'layotganingizni yaxshi bilaman. Meningcha ishning ayni qandoq bo'lsa, shu bo'yicha hal qilish kerak. Bala raqibning jazo kelsa shunga kelish lozim. Bu ishning avorchiligidan siz qo'rqqan bilan biz qo'rqmaymiz. Sizdan o'tinaman, dedim men titrab turgan qo'llarim bilan uning qo'lini tutib. Mening xohishimcha bo'lsin. Bala mening balani beqib cho'ng qilishga ko'zim yetadi. Uning ustiga mening insoniy burchim balani raqibga ittirishga yo'l qo'ymaydim. Ginding Jamsu jim bo'lib qoldi. U budur chachlarini silab, beshini sankiltib uzoq o'ltirdi-da, menga qarab, o'ylab ko'rayli. Lekin ba'zilar sizning bu mardonligingizdan foydalanadi. Sizning pokligingizni cho'ng aybingiz qilib ko'tirib chiqib, sizga ortiqcha ko'ngil og'riqi tepib berdi, dedi. Mayli, mening ko'ngil og'riqim hisobiga bir narsada baxtli bo'lgan bo'lsa, men bu ko'ngil og'riqlarini xushallik bilan qabul qilman. Men xeli pishdim. Ko'ngil og'riqimi bir parcha qora bulutga o'xshaydi. Shar-shur qilib to'kidi-da o'tib ketadi. Biz tog'dagi qora tashdek yana chimanlar orasida turaveramiz. Rost o'tib ketadi, dedi Ginding Jamsu kulib ketib. Lekin ala, mening sizni ufratqim kelmaydi. Horuvimi sunmaydigan, öküzmü ölmeydigan bir çare chiqib qolar. Endi mening kundalik mashg'ulotimga yangi bir ish qo'shildi. Men har kuni berilib xizmat ishlagandan sirt tushligi va kashqurun bola ko'taradigan bo'ldim. Qizchaq hozir kola suti va qo'shimcha yemeklar bilan kutilgashga xeyli jiq uxlaydigan, oz yig'laydigan bo'lib qoldi. Ginding Jamsudan 3-4 kundan beri xabar yo'q. Xuddi hech qanday ish bo'lmagandek meni shuncha gangiratgan bu ish boshqalar uchun arzimas bir ish bo'lib qolgandek tuyulishga boshladi. Hayronman, 5-6 kundan keyin men bu vaqtni yaxshi ko'rib qoldim.
Uning uxlab etib kulimsirashlarini, chiroyini turib esnashlarini, qapqara chiroyli ko'zlari bilan talmirib qarashlarini seg'indigan, balni qo'nimga elib, hech kim yo'q yerda qizim deb erkiltadigan bo'lib qoldim. Demak, balam mening uchun qimmatli odamimga oynaish oldida turadi. Men erinmay, yerganmay uning yugaklarini yuyatdim, ostini quruqdaytdim, uningga tamoq yegizatdim. Limomay mang berib nopus dafteriga oldirib kelgin dedi. Men kulib qo'ydim. Mo'may endi menga topatani qilmaydigan bo'lib qoldi. U xuddi o'z navrasiga ko'ngandek uning atrofida parvona bo'ladi. Men o'yladim, koshki go'zalaydin qolgan bola bo'lsa-mu, buning otasi menga dushman, onasimi menga yot, lekin buni gunohsiz qizchaq maylimni tortdim. 6 kuni meni kadrlar bölümüge chaqirdi. Men kadrlar bölümünün muavin boshlig'iga qarama-qarshi o'ltirdim. Uning chiroyi surlik, qopiqi turilgan, go'yo jinoyatchiga muomala qilgandek menga qo'pol vaqirdi. Sana yuz kerak emasmi? Nemishqa vaqtida ma'lum qilmaysan? Tekshirish yoz. İttifoq ichida o'zingni tekshirgin. Ondan keyin tashkiliy chora to'g'risida o'ylashimiz. Sana bugun uqtirdigan ish shu. Xizmatdan to'xtaysan. Bugunla emgak bölümüge bag'in. Bamayman, men hech qanday gunoh o'tkazmadim, dedim o'rnimdan dasturib. Sening menga vaqiraydigan haqqing yo'q. Qizlar bilan qalaymaqan munosabati bo'lsan, haromdan bola topsan, yana vaqiraysan-ku, aytib qo'yay, sening texi siyosiy masalang ig'ir. Umu ustalni urdi. Men uningdan muqattiqroq vaqirdim. Sen hech narsa bilmaysan, avval bil, ondan xulos qil, bilib qo'y. Ahvolni bilgandan keyin sen meningdan afu so'raysan texi. Biz til adabiyot fakultetining dokladini ko'rdik. Ular tekshirgan, aniqlab xulos chiqargan. Sen odiylar bilan burundilar nomuvofiq aloqada bo'lgansan. Qizga haraq ishkizib mast qilgan, yotqida qo'ngan. Buningdan san'at o'migidinmi guvohchilar bor. Gap tugdi. Sen emgak qilsan, emgak qilmasang, ustlab xatolik o'tkazgan bo'lsan, biz sana qattiq chora ko'ramiz. Men ochiq kulimsirdim-da, o'z-o'zimga ishongan holda emgak qilaman. Bu bir narsida uchun qilgan ajrim, narsida uchun har qanday choraga tayyorman. Muavin boshlig'i bo'shab qoldi. Kadrlar bölümünün qarori, bilib qo'y, bu qarorga Fushuji qo'shilgan. Siz a'la chiqib turing, birdan chiqib turing. Bir mehribon ovoz quloqimning tuvida anglandi. Men qayrilib qaradim. Parkim tashkilot bölümünün muavin boshlig'i, kadrlar bölümünün mas'uli Savana kulimsirab turadi. Savana peshqadam kadr, shu-shujilar bilan uzun yil birga ishlagan. O shu-shujining yaqin odam va qo'llovchisi edi. Men uning gapini anglab, kadrlar bölümünden chiqib ketdim. Men g'allab titradim. Ichimda bir o't yonardi. Menga o'xshash oq ko'ngil xolis odamning qorniyotganiga boshqalarning yaxshi niyatlari yenidan shumbuya bo'lib bosh ko'tarib chiqqan raqibdek odamlarning oqlanayotganligiga, kadrlar bölümünün bunu bir mas'ulisining raqibdek ola ko'ngilda yon besiyotganiga g'azablandim. Navada shu-shujidek, ginding jamsudek, majurinningdek, sav anadek odamlar mushundaq partiya xodimlari bo'lmagan bo'lsa, raqibdikilar partiyamizni qanchalik oyoq osti qilgan bo'lar edi? Qanchalagan menga o'xshash oq niyatlik odamlar azar yegan, ziyon tortgan bo'lar edi, ha? Meni xizmatdan to'xtatib emgak soldi. Eski kiyim, paypaqsiz xay kiyib olib, har kuni 8 soat ko'ktatliqqa to'nglar bilan o'g'it to'shiydigan, hori bilan iskilotdan ustal o'rindiq yurkaydigan, ba'zida maktab oldidagi yog'ochchixonaga berib o'tin keslaydigan, ko'mir ko'minlashlarda bo'ldim. Bir kuni ko'ktatliqda o'g'it oqadigan eriqni tozalab etib, sun'iy tog' qaptildagi buk baraqsan seringul orasida raqibning bir qiz bilan so'zlashayotganini anglab qoldim. Mashina yollaymizda shaharning sirtiga chiqib ketamiz, dedi raqib hasrab turib. Qo'rqaman, sizdan qo'rqaman, dedi qiz uzib so'zlab. Meni o odiylarni tashlagandek tashlasangiz. Yo'q, u degan u, ko'nglini oyoqlab yurib qo'ygan edim. Siz degan mening jinim. Men titrab ketdim. Mushlarim o'zligidan tugildi. Shu kuni kechqurun bozorga chiqib, rosa haraq ichdim. Raqibning yotiqi qanday kirib qolganimni o'zimni tuymay qoldim. U meni ko'rib o'qiyotgan xatni yanchiqqa puklab tiqdi-da, menga qarab hijaydi.
Мен gapmi qilmay g'alladab titrab turib, eshikni ichidan ildim. U mening eshikni ilayotganimni ko'rdi-da, vahima ichidan nola qilishga boshladi. O'ylashgan a'lo, keyin pushaymon qilasan. Odila intiqom elishni qiziga topshiribdi. Xatni ko'rgansan, men qiz uchun, Odila uchun ziyonkashlik uchirgan, menga o'xshashlar uchun seningdan intiqom olaman. Men etilib berib uning qonidan oldim. U semiz va yo'g'on edi. Men bo'lsam o'roq kuchsiz edim. Lekin g'azab menga kuch g'ayrat bo'lgan edi. Men uning qizil o'ngichidan g'azab bilan bo'g'dim. U bir chetdan vaqiraydi, bir chetdan tipirlab mening bilan ilishadi. Men kichik vaqtimda xeyli mushlashib ko'rgan. Mushlashishga kelganda ancha savotsiz emas edim. Bola vaqtimda uning bilan bir qitim ilishib qilib adabini berganligim helmi esimda. Men uning chirmab tutib olgan qovul qo'llaridan tasda yo'qinib chiqdim-da, so'l mush bilan chekkisiga birni soldim. Mush uni gangratdi, u mushatdi, lekin tagmadi. Men ishga kaynimdan qilib turib olib, kayni-kayndan bir necha mush urib etdim. U o'rindiqni menga otdi. Men o'ltirib oldim-da, chachrab turib tumshug'iga bosh bilan birni soldim. U vaqirg'incha o'ngdisiga tushib ketdi. Men uning qo'rsqig'iga bir nechini dasib etdim. Ishikning ilg'uchi kuchlik zarbidan yulinib ketdi. Uyga kumush tishliq heliqi muavin boshliq bilan bir necha kadr kirib keldi. Ulardan birisi meni quchoqlab tutib oldi. Yana birisi raqibni o'rnidan turg'izdi. Uning burnidan oqqan qon kiyimlarini bo'yab dahshatli holga keltirgan edi. Kirguvchilar meni noqushlashga boshladi. Qo'g'dashqa, raqib ularga xirqirab turib talani ishorat qildi. Qo'g'dash bo'limidagilar meni ilib ketdi. Bir necha kundan beri meni so'roq qilmoqda. Ular meni sen jo'rinni o'ltirib etishni qasdlagan, bu naq jinoyatingni iqror qil deb istamoqda. Men lamjim demay turaverdim. Oradan yana 10 kundek vaqt o'tdi. Uqsam, raqib texcha doktorxonada yetibdim. Men keyincha pushaymon qildim. Raqibning o'ng yampishig'i chiqib berganimdan tushandim. U endi mening bu xatoligimdan foydalandi. Navada rahbarlik ba'zilarining xohishi bilan xulosa chiqargan bo'lsa, meni qotillik niyati bor deb qattiq jazolab etgan bo'lar edi. Lekin partkom masalaga atrofli qaradi. Bola to'g'risida bo'lsa, teg'i hech gap bo'lmadi. Men bir kuni Gending Jamsuning ishxonasiga kirdim. U o'xshashlab muloyimlik bilan meni kutib oldi. Men uning ishxonasiga kirganda, u har qancha muhim ishi bo'lsa-mu to'xtatib qo'yib, mening bilan suhbatlashadi. Ko'ni qadinas do'stdek rostdan yaqinchilik qiladi. Men o'z kitoblarim, tadqiqot ishlarim bilanla dunyodan o'taman deb xato o'ylab ekanman, dedim men afsuslangan holda. Jimjitlik mening xohishim edi, ammo amaliyot shaxsning xohishiga boqmaydi ekan. Mojaro, bola, hozirgi ko'ngilsizliklar men hargiz o'ylamagan ishlar edi. Yana men kutmagan qanday ishlar bor tegi, uni hech kim bilmaydi. Sen hech kimga qarshi turmayman deganing bilan boshqalar baribir sana chiqilaveradi ekan. Shamolning chiqishi sening chilishing bilan bo'lmagandeklar bir ish ekan. Gending Jamsu kuldi-da menga tamaki sundi. Cheking, tamakiga o'rganyapsiz. Bumi o'z xohishingiz emas, yo'ldoshlalar. Ayb meningda, men siz to'g'riliq mas'uliyatni ustimga oldim. Sababi shu-shuji majorlar bor chaqda sizga hech kim chiqilamagan. Nemishqa ular sizni shunchalik asraganki, siz turganki kapiga quzg'un tugul chivinmi qo'nalmagan edi. Hozircha nimalar bo'lmadi deysiz. Partiyamizning ziyolilari siyosati burmalanmoqda. Bo'libmi partkomning iqtidorli odamlarni yetishtirish uchun qo'llangan unumli tadbirlari bekor qilinmoqda. Sizni yaxshi asrash, tarbiyalash, bo'libmi behuda zarbalarni qo'g'dash, sizning xatoliklarni oz o'tkazishingizga yordam qilish mening muhim bir burchim edi. Men burchimni ado qila olmadim. Men noyida xijillik his qilyapman. Bir necha kundan beri men azoblanayapman. Ba'zilar sizni qattiq jazolashni, hatto qonuniy jazoga tortishni talab qilmoqda. Navada ular rostilla maqsadiga yetadigan bo'lsa, parkomning sizni tarbiyalash uchun ko'p yildan beri qilgan ajri to'bidek to'zg'an bo'lmamdi. Navada rostilla jazolashga to'g'ri kelsa, men jazoni o'z ustimga olaman. Nemishqa teg'icha xulosa chiqara olmayotganligining sababini men endi bildim. Men uchun yoq yirtib o'tirg'i chiqayotgan Gending Jamsudek odamlar bo'lmagan bo'lsa, xulosa chiqqanmi bo'ladi ekan.
Men hayajonlandim. Yuragimning chunqur bir yerida jon partiyamizga, partiyamizning jon ko'yar kadrlarga bo'lgan muhabbatim hissi cho'g' bo'lib yongandek bo'ldi. Rahmat, partiyaga rahmat. Mening qayg'ularimga o'rtoq bo'lgan sizning rahbarlarga rahmat. Davatdimkin Jujangning qo'llarini ching siqib turib, men bu suhbatdan keyin g'am g'ussidan xeyli xoli bo'lib qoldim. Limomay qizimni yotoqqa ko'tarib kirdi. Uning manzari qizarib, ko'zlari ro'shanlashib, tallari at elib qolgan edi. Anglasak, balani birsiga berib o'tman degideksan, dedi Limomay titrangi ovoz bilan. Men bir xanzu ayol, bu bir Uyg'ur qizi, lekin men bu qizni yurak bag'rimni berib, yerib chiqqandek yaxshi ko'raman. Anlasam ba'zilar bu qiz xoinning qizi. Uni a'lodan tortib olib, yetim bolalar yaslisiga olib berish kerak degudek. Mushu narsadini shundoq deyishga qandoqmi til bo'lgandi? Heligu bu bechora bola Gansuda tug'ilibdi. Chet elda tug'ilsimi, hatto zolim xon o'rdisida tug'ilsimi, gunohsizgu. Qaysi bir bola o'zining qayerda, qandoq ota-onadan tug'ilganligini belgilab olaydi ekan. Balam, menga begin, undaq g'ova qilmayla menga begin, men jon deb boqaman. Men qizimni qo'limga oldim-da, uning qarab, hech kimga bermayman. Umchayma, qora ko'z qizim. Sening otangmi men, onangmi men. Sen to'g'riliq hech kim da'vo qila olmaydi. Mayli boshqalar nima desa desin, meni axloqsiz ekan, uyatsiz ekan desin mayli. Men haqoratlarga, ta'nalarga, hatto zarbalarga chidayman. Men buningdan keyin vafo qilmagan odamlarni menga tig' bilib yurgan raqibni ko'nglimdan chiqarib etaman. Senmi, menmi o'xshashlar bir badniyatdan zarba yeyapmiz. Bizning nafratimiz o'rtaq. Umchayma qizim, umchayma umqim. Men seni jazman beqib cho'ng qilaman. Qatarga qo'shaman. Men sana shunda qilishga va'da beralayman. Qizim umchaydi-da yig'lavatdi. Mo'may balni qo'limdan yulib oldi va xafa bo'lib, nima deb qattiq gap qilsam buningga ekelgin, buning dili sunuq, buningga qo'pol gap qilma dedi. Men qizimni kundan kunga yaxshi ko'rishga boshladim. Uning uchun ig'ir emgak qilishga, hatto jazolanishga o'zimni tayyorlab qo'ydim. Yana azor berishmisila qizim bilan xotirjam bo'la olmayman. Kunlar o'tmoqda, men xafalikni xeyli yiroqqa qoldirdim. G'ingshib naqsh etadigan, qizim bilan tang kuladigan, hatto radiomu tingshaydigan bo'lib qoldim. Men bütün yozni emgak, o'g'inish, bola beqish bilan o'tkazib o'tdim. Qizim 3 oylik bo'lib qoldi. Men kashqurillari uni ko'tarib, ko'llarni, gullik bog'larni, buyuk paraqsan qarag'ay orchilar bilan purkangan sun'iy tog'larni orlayman. Qizimga kepinaklarni, gullarni ko'rsataman. Shuning bilan o'zimcha so'zlashaman. U umoq ko'zlarini menga tikib, viliqlab kuldi. Men endi boshqalarning ta'nalariga, chaqchaqsizlarga pisand qilmaydigan, hatto loyiqida chaqchaq qilgan bo'lib qoldim. Boshqalar qizimni erkalatsa, men uni purab umoq qo'llarga so'yib qo'yman. Qizimning yig'isi oz, uyqusi ko'p, teni saq, o'zi o'yinchi. Men uni hozir heliga ko'rib turmasam chidamayman. Bir kuni kashqurun bolamni ko'tirib, sun'iy ko'l bo'yiga bordim. Shipangda o'tirishganlar orasidan birisi menga vaqiradi. Men nachar ustivishimdan qo'rnib tastabadim. Dada, heliqi biz gapini qilgan a'la mana mushu yigit, dedi Lilavshi meni yashangan boshliqsiman bir kishiga tanishtirib. U kishi egiz bo'y, qangsharliq, oq chach odam edi. U oppoq tishlarini ko'rsatib kuldi va mening qo'limni tutdi-da qizimni erkalatdi. Li Bojangni tanimsiz a'la, dedi Danjavshu u kishini menga tanishtirib. Өлкілік партқым бірлік сәп бөлімінің башлығы. Siz hozirmi emgak qilyapsiz? Dedi Li Bojang kulib turib. Texchilar sizga dars bermadimi? Emgakka o'ginib qoldim, Li Bojang, dedim qizimni Li Lavshiga sunib etib. Töven yaxshi ekan. Boshqalarning nazaridan yiroq bo'ldi ekan odam. Li Bojang qoqoqlab kulib ketdi-da, mening muramga qo'lini qo'ydi. Hammani uqdim. Ular to'g'ri qilmagan. Maktabning mudirligini qo'shimcha o'tashni menga topshirdi. Partimga rahbarlik vakolatan sizdan apu so'rayman. Siz adadan boshlab kafedariyaga chiqing. Rahmat Bojang, sizga rahmat. Lekin men xeyli bo'ldi Shinjongga yo'tkilib ketishga iltimos yozgan. Men heli ham bo'lsa-mu shu iltimosimning javobini kutaman. Nemishqa bu yerda ishlashni xohlamaysiz? Men o'z fikrimni ochiq qilib aytdim. Raqib boy yerda men ishlay olmayman.
Navada uni yetkizsa, ondan men bu yerda xotirjam ishlayman. Raqib dedi Li Bujang Duan Jiaoshuga qarab qo'yib, yangidan o'qitish ishiga mas'ul bo'lib, ilmiy boshqarmaga yetkazgan yo'ldashmi? Raqibning o'sganligini endi angladim. Duan Jiaoshu askartish berdi. Ginding Jamsu Chujangning o'rniga o'sibdi. Ginding Chujang oblastga shuji bo'lib boqdik. Ben ertesidan başlap emgekten qutuldum. Lekin Şinjan'a yetkilip ketish to'g'risida arqa-arqadan iltimos yeziverdim. Bir kuni Li Laoshi meni kinoga taklif qildi. Kinodan kelib o'tib u menga raqibning ustidan material yezib bering. Biz uni jazolatimiz, hech bo'lmasa yetkib etamiz dedi. Hojat yo'q, Li Laoshi, meni bundaq ishga aralashtirmanglar. U terikdi-de qo'shimisini turib, men sizga aytdim-ku, sizmi hujum qilishni o'rganib oling deb. G'azabingiz ichingizga patmaganda mush ishlatish hujum emas, balki chekinish hisoblandi. Chunki siz uning badliga boshqalardan texnik qattiq zarba yeysiz dedi. Men bu narsalarni tadqiq qilib boqmaganda dedim kulib, umuman menga keragi yo'q narsa deb qaraydim. Amdilatdan bilyapman, inson hammadan qiyin yashaydi ekan. Keyik bir minutmu xotirjam o'tlay olmaydi. Chunki uni yuzlagan ovchi o'qlari changa ilib turishidi. Xuddi shundaqla odam xotirjam yashayman deyolmaydi ekan. Chunki unimi changa ilib turganlar bo'ldi ekan. Biz qorong'u tushganda xo'shlashdik. 1964-yilning o'ttirlari qizim 1 yoshga to'ldi. U hozir ma'nolaydi. Uyg'urcha, xansucha bir necha ig'iz so'z deyalaydi. U mening hamrohim, sirdishim, dilaro rostilla mening dilaromim bo'lib qoldi. Lekin turmush mening hayotimga yangi mazmun ilib kirdi. Bir kuni Li Laoshi yotqimga kirib, sizning Uyg'ur adabiyot tarixingizni xansuchaga tarjima qilib bo'ldik, dedi mehribonlik bilan kulib turib. Endi Fujao shu bo'lsiz. Dadam sizni qo'yib bermaymiz devatdim. Endi ketaman degan gaplarni qilmang. Dilaroni opam beqib bersin. U chiroyli ko'zlar bilan o'ylanib turib men qaradi. Men Shinjongga qaytaman, dedim past ovoz bilan. Sizga rahmat. Yaxshiligingizni o'lsammi unutmayman. Bir necha kundan keyin Alanur yotqimga kirib keldi. U chet elga voleybol musobaqasiga qatnashishga chiqib qaytgan ekan. U hozir heliqi uyatchan, sodda qiz emas, ustixonliq, muskul va fikrlarimi yetilgan qiz edi. U menga go'zalay, o'g'lim to'g'riliq, Roziyaning Behram apandidan ajrashganligi to'g'riliq so'zlab, "Tova", dedi kulib. "Hammanglardilar birdim bola, Roziyagami bir bolasi qapti. Go'zalaylarning chet elga ketishi natayin, ajab talantli artist edi, esit bekorla ishsiz bo'lib qoldi. Sizmi Shinjongga yetkilib keting. Heliqi raqib degan odam sizga baribir kun bermaydi. Qizimni ilib keting, dedim men Alanurga. Men sizga G'ulji shahridagi kichik opamning adresini va baliq lozimliq narsalarni uchun pul va boshqa narsalarni beraman. Shunda qiling, dedi Alanur mening bilan xo'shlashib o'tib. Deganingizni qilaman. Dilara uchun G'uljiga boraman. Qizingizni sog' salomat kichik opangizga topshiraman. Men atiyaliki qizim Dilarani ko'tirib poyezd stansiyasiga chiqdim. Alanur meni saqlab turgan ekan. Men ularni Alanur bilan suyimli qizim Dilarani ustib qo'ydim. Shu kundan boshlab meni ko'ngilsizlik shunchalik chirmab oldiki, men kunlarni kitobni yor, tadqiqotni oshna bo'lib o'tkazmagan bo'lsam, 1 minutmi yashay olmagan bo'lardim. Men qat'iy ketish qaroriga keldim. Tashkilga Shinjongga ketish to'g'risida yana iltimos yozdim. 1964-yilning oxiri yetib keldi. Mening Uyg'ur adabiyot tarixi nomli kitobim xanzucha nashr qilingan bo'ldi. Men endi qisqa maqolalarni yozishga boshladim. Men ko'ngilsiz shaxsiy turmushimni o'z amgim bilan xushallikqa aylantirib oldim. 1965-yilning 5-i meni kadrlar bo'limidan chaqirdi-da, mening Shinjongga yetkilish talabim to'satdan tasdiqlanganligini uqtirdi. O'lkaga yig'inga kelgan oblast shujisi Ginding Jamsu maktabdan Duan Jiaoshu, Li Shaoli, raqib va Shinjonglik kadrlar meni poyezd stansiyasiga ustib chiqdi. Xayr, dedi Ginding Jamsu qo'llarimni ching siqib, sizga shon-sharaf tilayman. Shon-sharafning cho'qqisiga tuz yo'l bilanla chiqili bo'ladi. Sizni attay degidek agri yo'lga boshlab qo'ydik. Yo'l agri bo'lsa, pallimi yiroqlashadi. Lekin irodalik odam uchun yetkili bo'lmaydigan palli yo'q. Paxas bo'ling. Oltin bilan chalmini farq qila oladigan boshqalar hamma joyda tepildi.
Biz Congoluqlar ziyan tartsak, muşundaqlarning kasabetidan ziyan tartimiz. Poyez signal berdi. Xeyr, manga 8 yil bilim va aql o'rgatgan söyümlük makan. 1978 yılı 1981 yıllar G'ulja Beyjingda yezildi. 82 yılı Ürümçi'de Turpan'da tuzildi.